Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli qattoluvchilar, bizning ko'ruvchilar. Muhammed Yusuf'ning janına biz qayradan geldik. Bu yer Noqat'ın sentrinde turabız tuğanlar. Bazardan alыс emas yerde çıkarılışta gelişken öspürümler, dançaklar çıgat eken tuğanlar. Dançakların malumatlarını hazır ekölöp çoğulu aytalı. Ekönü surаңыздар tuğanlar. Anda biz başlayalım. Yusuf, assalomu alaykum. Qanday ekan, yaxshimi? Yaxshi ekan. Sen uyning o'zi mana bez mikrofon totib chiqadi ekanda, Yusuf ha? Ko'pchilikman gaplashamiz. Anda bugun ne chiqaramiz, Yusuf? Aka bu danchak. Xudo xolasa chista danchak bu. Chista danchaklar keldi. Chista danchak. Aka mana. Mana qarang, birinchi belgisini qarabsiz. Mana ikkita joyda qatib bo'ladi danchak. Ko'rdingizmi? Bulchunglar ha? Ha, mana haqiqiy chistasi. Mana qarchig'alari bo'lib bo'ladi aka. Serilari. Ha, serilari mana chachlarini qarang, sanoqli. Suyuq desang ha? Birinchi serin chachlar bor. Jaldari. Jaldari. Danchak shunaqa bo'ladi, toza qolyotadi aka. Чистокровный. Bu yaşı qancha oldu shunda? Yaşı 3 yashar aka. Pishdi. Ha, Tishim bir ko'rsatchi. Mana do'stlar. Jonivar mana ekoni buzgan. Sini kelishgan ekan ha? Ha. Boyu qancha, Yusuf? Boyu 1.62, 1.60. 60'dan yuqori. 60'dan yuqori. Jonivar toza danchaklar ekanda. Bir bu yoqqa bostiribchi. Bastırıp nari beri ko'rsatadi. Mana do'stlar, toza жылқы izlegenler. Mana Noqat'ın sentrindeki sarayların birinde şu Yusuf'un toza жылқысы turadi. Hazır. Ha, aytib Yusuf. Bu xudo xolasa Samarqandda bitta lider ot bor, 707 degan ot. 707. Eng yaxshi ko'rgan akalarimizniki, Murodjon akam Fayziyevni dunyo taniydi aka. Shu odam o'ziga o'xshaydi xudo xolasa. 707 degan. Ha, 707 ga biz ham havas qilib buni ham otini 707 qo'yib qo'ydik. Ha. 707. Qarangizlar tuğanlar. Klitschka o'shanda 707 ekanda. Ha. Mana do'stlar. Mini 707 aka. Kichkinasi degan ha. Samarqanddagi 707'ni tanıganlar bir жазып koysanızlar bo'ladi. Orqalarini qarang. Arka aldı. Mana tuğanlar göreli. Beri bastırçı. Hazır ikincisi dağı çıgat dostlar. İkincisinde malumatını aytamiz. Bu taqa görelek mi? Yo'q, yo'q aka. Mingi bolgan mı bolelek mi? Bo'lgan. Hozir mini bar ko'rsatdim. Ha, mini taqa ko'rsatasan. Ha, onun içine yapıp çıkarayım. Anda bağısı qancha deb aytiladi? $7.000 kami var aka. $7.000. Birinchi nomer. Dastlabkilari bor xudo xolasa aka. Любой yerga. Любой yerga. Mana tuğanlar. Narxi ham kelishilgan narxda aka. Kelishilgan narxda. Bu $700.000 degan aytilish bahosida turadi. To'g'ri, ha. Kemi bo'ladi. Bo'ladi aka. Mana birinchi nomerdagi 707 hayvanotundagi otni ko'rdingizlar. Toza danchak. Bu qattiq ot bo'lguda ya. Ha, xudo xolasa. Kelajakda. Kelajakda hamma yo'q zo'r. 50% tarbiyasi bor aka. Jo'sh bu. Jo'sh. Bu taqa. Qo'rch bu. Hamma yo'q ko'ryapsiz ot aka. Jonivar jo'n ot ekan. Ot o'zini o'zi maqtasin, biz maqtamaylik aka. Ha, bo'ldi. Keyingisini ko'rsatolanda. Xo'p. Mana tuğanlar keyingi atga o'tamiz ha, Yusuf. Ikkinchi at qanday at bu? Aka, bu ham yashi birday. Ekon yashi birday. Ha, bu sal undan ko'ra kattaroq aka bu. Kattaroq, cho'ngroq ekan. Bunun qanday? Danchak bu danchak emasmi? Bu aka budyon. Budyon. Buna peşinizde neler bular ya? Iki tomuq o'xshagan bir narsa ekan ha. Qarangizlar do'stlar. Sizlarga ko'rinib o'tadi. Ot jo'sh ekan ha? Yo'q. Aka buni bir akamiz o'zi yaxshi ko'rib Rostovdan tanlab kelgan. Rostovdan o'zi olib kelgan. Qarudasiga qora bir dancha, bir budyon pul olib kelgan. Bundan biz oldik-da aka. Aha. Tishing ko'rsat. Yusufbay. Mana. Ha, buzib. Bu ekoni buzda. Qarangizlar tuğanlar. Bunun boyu cho'ngroq ekan. Buni bo'yi cho'ngroq. 65 bor bu. Yo'q, 65 chiqmaydi aka. Chiqmay qoladi ha? Azmaz yetmaydi. Puldini taqa ko'rilar ekanda. Yo'q aka, bular toylarda aytdim sizga otlarni olib keltirib 50% tarbiyasini berib qo'ygan. 50% tarbiyasi bor hozir. O'zlari rasidaligi uchun aka otlarni men oldim. Sen o'sha minib nima o'ltasimi kichina? Hozir bostirib. Shuna bostirdik aka. Tuyoqlari toza. Top-toza. Ekoni teng orqanqi ikki tuyog'ida og'i bor ekan, do'stlar, qarangizlar. Bu budyon danchakda bo'lishi mumkin. Aka unga qaraganda
Saat sortu böylece. Bunun bası qancha? Bunu ham aka $6000 kelishtirib beramiz. $6000 dedin. Bir minesingmi berkini? Minaman, ikkovini ham minaman. Ekon teng minesin ha? Min chiqani? Minim ko'rsatib qo'yadi tuğanlar. $6000. Berki 707, $7000 bo'ldi do'stlar. Mana do'stlar mindik. Atты minib ko'rsatib qo'yadi. Mingenda hech qanday mindirbey qo'yboy degan odatda yo'q ekan. Tarbiyasi 50% deb aytdi do'stlar. Mana mingendagi ahvoli, atning turishi. Burchi beri? $6000 dedin ha bunu ha? Ha, $6000 dedim aka. 707'nin minchami? 707. Hayda. Mana do'stlar 707. Ama bo'la turgan at ekan kelechagi oldida do'stlar bu atdan. 707 Qayman atındagi atni mana meni ko'rsatib o'tamiz. Bastırıp ketaverchi, xudo xolasa keyingi ушул жerdеги быйылкы боло турган убактарда чабып бир үйрөтүш керек дагы улактарга салып тугандар. 707 боло турган ат экен а, кудай кааласа. Мына достор, баскан басыктары, туягынын тазалыгы көрдүңүздөр. Аттар жаккан болсо класстан басыңыздар тугандар. Соодага береке болсун. Мына кимге кайсы ат жакты комментарий жазабыз.